Qadrdonlar, tasavvur qilasizlarmi? Bugun sizlar bilan naqd 142 kvadrat metr kattalikdagi domni obzorini qilamiz. Xo'p, uyimizda 9 etajli domni 3-qavatida joylashgan bo'ladi. Manziliga to'xtaladigan bo'lsam, Sergeli tumani Shokir Ariq mahallasida joylashgan bo'ladi. Atrofida kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Atrofida naqd 2 ta maktab joylashgan bo'ladi. Magazin, bozor, xullas hamma narsa shu yerda. Shunaqana Atlantis basseynini hamma bilsa kerak. O'sha ham shunaqa to'g'riga chiqqaningizda katta yo'lda joylashgan bo'ladi. Xo'p, uyimizni ichiga o'tirgan bo'lsak, bu ko'rib turgan xonanglar uyimizda zal qismi bo'ladi. Xo'p, shunaqqina oldida kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz mavjud bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, divanli qo'yib qo'yilgan kattagina xona bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan uyimizdagi navbatdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosiy kirib kelish eshigi bu yoqda bo'ladi va ko'rganingizdek uzun prixoshkadan hamma xonalarga o'tsanglar bo'ladi. O'ng tarafda uyimizning oshxona qismi joylashgan bo'ladi. Endi uyimiz ozgina remont talab holatda bo'ladi. Endi o'zingizga qarab chiroyli qilib qolasizlar, atak shu ham yashashga bo'ladi. Xo'p, navbatdagi xonamizda bu yerda ham bitta xonamiz bor. Endi uy egalari omadligimizni iltimos qilishdi. Xo'p, shuna to'g'risida o'tiradigan keyingi xonani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xona mavjud bo'ladi. Xo'p, bu xonadan chiqqaningizda bu tarafda naqd 2 ta sanuzel joylashgan bo'ladi. Bu birinchi sanuzelimiz. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib qilingan va bu yoq tarafda ham uyimizdagi navbatdagi sanuzelga o'tsanglar bo'ladi. Xo'p. Shunaqqina sanuzellar oldida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, uyimizni ko'rdinglar, qadrdonlar. Xonalari juda ham katta qilingan, keng, mana shu prixoshkalari ham ancha-muncha keng. Chunki naqd 142 kvadrat metr kattalikda. Shunaqa liftlar ham qo'yib qo'yilgan yengillardan, shunaqa tashqarisida o'zini kladovkasi ham bor ekan. Taxminan shu 4-5 kvadrat metr atrofida bo'ladi. Xo'p, endi hamma qiziqadigan joy, ya'ni uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari so'rashyapti. Endi tepasiga naqd pul bilan kelsanglar, albatta kelishtirib berishadi. Pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.